kuzatuvchilar, usta akalar, haydovchilar, shoferlar. Biz hammaga salom. Bir usta akamiz bor edilar. Anchadan beri Xitoy mashinalariga gaz qo'yadi u kishi. Shularning programmasi bilan shug'ullanmoqchi edi. Qanaqa qilib qilinadi, qanaqa qilib yoziladi programmalari. Shularni bitta bo'lsa video qilib bersangiz degandilar. Shunga bel bog'laymiz deb turdik. Mana o'z oyog'i bilan avval mashinasi kelgan bizga. O'sha usta akamiz jo'natganlar. Bu avval H6. Bu mashinaga programma qilib, tablodagi sariq cheklarni o'chirib, yursani yengil qilib berishimiz kerak. Propan 4-pakalini bosilgan. Xullas, bu mashinani programma qilib berishimiz kerak. Qanaqa qilib qilinadi, nima bilan qilinadi, shularni to'liq batafsil ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Haval mashinasini programma qilishimiz uchun eng avval har qanday avtomobillar programma yozishimiz uchun kompyuterga aniqlik kiritishimiz kerak. Buni kompyuteri qanaqa? Kamera olib kel. Tut mana shu yozuvdi, ko'ryapsan? Ko'rsat. Bu mana bu bosh yuzki kompyuter Xitoyniki MGUS 008 kompyuteri bo'ladi. Bu kompyuterda modulini masalan qanaqa apparatdan o'tkazishgan. Bu kompyuterda modulni eng populyarniy bo'lgan o'zimizning qurilmalar apparatlardan bittasi. Bu PCM Flasher. Kel ko'rsan. Mana shogirdimiz bizdan sal oldinroq harakat qila boshladi. Mana shu PCM Flasherda 89-model bor. Mana yozuv ko'rinayotgan bo'lsa, yaqinroq qilib ko'rsatamiz mana. China Great Wall in Haval 1.5 turbina yoki 2 turbina MGUS 008 mana. China o'zi boshlangan, o'qib olish ishlari ketyapti. Xudo xolasa, buni hozir o'qib bo'lgandan keyin shunchaki chteniyani bosish orqali o'zi o'qiyapti bu. Bo'ldi. Buni qanaqa qilib saqlanib qilishdi? Keyin chip tuningda qanaqa model bilan ochiladi? O'shalarni hozir videomiz oxirigacha ko'rsangiz aytib o'tamiz. Xo'p. Mana ko'chirish jarayonimiz deyarli nihoyasiga yetib qoldi. Mana ko'chirib bo'ldi. Operatsiya zavershini uspешно bo'ldi. Ana endi buni saqlanib qilishimiz uchun OK knopkani bosamiz. Mana o'zi so'raydi. Qayerga saqlanib qolmoqchi bo'lganligimizni qo'yib, pastiga kapsula H6 5 yozaylik mana. Mana bizdan saqlanib degan yozuvimiz bu. Bo'ldi. Saqlanib qildi bu. Men kontrolni so'maladi, hisobladim dedi. OK. Mana biz mana programmamizni zo'r olayim, mana bir sal noqulay bo'lyapti. Programmamizni o'qib olganimizdan keyin mana ochamiz. Xullas bizga ochish uchun mana bunaqa MGUA 008 degan model bor, China yozilgan. Yaqinroqdan ko'rsataman. Mana shu model. Mana shu modellarni ochsanglar, mana Xitoyda ko'p mashinlar bilan ishlaysizlar. Xullas. Xo'p, buni ekranni yopamiz. Mana programmamiz ochilishi, ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Xullas, programmani taxlash jarayonini olishga sal bizga noqulay vaziyat bo'lgani uchun ola olmadik. Men demoqchi bo'lganim o'sha va'da berganimdek chip tuningga eng oxirgi shu bugunniki mana shu video chiqqan sanadagi chip tuningdan obnovleniyasini olsanglar, Haval
H6 1.5 turbinani programmasini ochadi. Undan oldingi versiyalar bilan ochmaydi, chunki buni obnovlenish bugun chiqdi. Shuning uchun videoni ham bugun qilishga qaror qildik-da. Xo'p. Ishimiz davom etadi. Mana programmalarni tahlil oldik. Ana endi mana passion flasherimizni ulaymiz. O'sha yana 89-model, mana ko'rinayotgan bo'lsa, 89-model belgilab oldik. Endi faylimizni olamiz. Biz buni qulayroq tushunish yozuvini uzun qilmadik-ku. Shuni test deb saqlanib qildik. Mana. Programmamizni olib oldik, robotga saqlanib qilgandik. Biz buni boya identifikatsiyalarni qilgandik. Yana bir xil ko'rsatamiz. Identifikatsiyalar. Zamogni och deb aytayapti, ochdik. Mana identifikatsiyalar tayyor. Yozishga tayyor. Mana bu yerdan knopka prosta zapsda bosamiz. Kalibrovka yozaymi deb so'rayapti. Bo'laveradi. Chunki biz o'zini programmasini taqillaganmiz. Da. Kontrolni summa korrektna bo'ldi. Yozish boshlandi. Yozish boshlandi programma. Bu mashinamizda keyingi bir ishi bor. Zbros качества masla, ya'ni o'sha yog'da sifatini zbros qo'yish funksiyasini ham hozir to'g'rilab beramiz. Tabloda yog'da almashtirmaganlik haqida ma'lumot yo'q deb aytyapti. Videomiz sal xunukroq chiqishi mumkin, chunki biz oddiy telefonda shunchaki video qilyapmiz. Shuning uchun bitta narsalar sal xunukroq yoki ko'rinmayroq qolsa, kommentariyaga yozinglar, o'sha joyni aytib tushuntirib beramiz. Bu yerda faqat hozir kalibrovka yozyapti. %76% bo'ldi, 78% bo'ldi. Xudolar hozir ishimizni tugatib olsak, mashinani egasi bilan ham ozroq suhbat qilamiz. Xo'p desa, yuzlarni ko'rsatamiz, yo'q desa-da, shunchaki suhbatlarni qo'yib beramiz. Zaverishni uspешно bo'ldi. Zamogni o'chiring deyapti. Hozir zamog o'chiramiz. O'chirdik zamogni. Okey. Zaverishni uspешно bo'ldi.